Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya universiteti talabasi, neft gazi qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 22-23 guruh talabasi Osmonoqulov Behruzman. Mening mavzuyim moylarni furfurol bilan tozalash. Moy fraksiyasi nasos H1 bilan deaerator K1 ga beriladi va u yerda moyda erigan kislorod va suv bug'i yordamida chiqarib tashlanadi. Moy deaeratordan K1 ga chiqarib isitgich T1 ga yuboriladi va apparat K2 ni o'rta qismiga beriladi. Kolonnaning yuqori qismidan isitgich T2 dan qizdirilgan furfurol beriladi. Kontaktorning pastki qismidan ekstrakt eritma tindiriladi. Bu yerda ekstraktdan ikkilamchi rafinat ajratib olinadi. Keyin K7 dan erituvchidan tozalagich ekstrakt beriladi. K2 ni pastki qismidan harorati past bo'ladi. Rafinat eritma kontaktorni yuqori qismidan K2 nasos H3 yordamida isitgich T3 va P1 orqali kolonnalar K3 va K4 ga erituvchini portlatib olish uchun beriladi. Kolonna K4 va suv bug'i beriladi. Kolonna K4 ni pastki qismidan rafinat issiqlik almashuv apparati T3 va sovutuvchi H1 ga beriladi.